yilda O'zbekistonda ta'lim qanday darajaga chiqadi? Bilasizmi, meni quvontirayotgan holatlar bor. O'sadi. Meni javobim shu. Nimaga? Chunki hozir yoshlarimizni ko'radigan bo'lsak, birinchi ko'rayotgan, tahlil qilayotgan narsam, ular til o'rganishga qiziqishi oshgan. Deyarli O'zbekistonda hozir 70-80% maktab bitiruvchilari ingliz tili yoki o'sha nemis tili, boshqa tillarni o'rganishga juda ham qiziqishi baland. Bu albatta natijasini ko'rsatadi. Yoki bo'lmasam yana ikkinchi tahlillarimni keltiradigan bo'lsam, bolalarimizni qo'lida kitob paydo bo'ldi-da. 5-6 yil avvalga nisbatan hozir mana kuzatuvlarim, hozir bolalarimizni qo'lida kitoblar paydo bo'lyapti. Ular o'qishyapti. Yana eng quvonarlisi nimada bilasizmi? O'zbekistonda yo'q kitoblarni hattoki qaysidir dasturlar orqali ular buyurtma berib, sotib olib o'qishayotganini ko'ryapman. Buni ham natijasi bo'ladi. Yoki bo'lmasam yana bir muhimini aytadigan bo'lsam, hozirda onlayn kurslar, hattoki qimmat kurslarni sotib olish uchun ota-onalarga murojaat qilishyapti yoki o'zlari harakat qilishyapti va o'z ustilarida izlanishyapti. Chet davlatlarida o'qishga hattoki niyat qilib borib kelishyapti, o'qib kelishyapti. Buni natijasi o'laroq albatta natija 10 yildan so'ng bo'ladi. Men bunga ishonaman. Mana shu bolalarimiz 10 yildan so'ng mutaxassis bo'lib, turli sohalarga kirishadi va u yerda o'sishlar bo'ladi. Hattoki men ko'rayapman bu bolalarimizni kelajakda fikrlash doirasi, IQ, EQlari hattoki o'sishiga biz ishonamiz. Shu masalada qadrli yoshlar, oldingizda turgan har bir qiyinchiliklar sizni sindirmasligini, sizga salbiy ta'sir ko'rsatmasligini juda ham xohlagan bo'lardim. Juda ko'pingiz chet elda o'qimoqchisiz, o'qing. O'sha ilmni qo'lingizga oling. Faqat bitta iltimosim, O'zbekistonga qayting, chunki sizsiz biz O'zbekistonni rivojlantira olmaymiz. Albatta buni erishganimizda 10 yildan so'ng katta natijalar ta'limda inshaalloh bo'ladi. Faqat siz bilan.